Inspektor yoniga yana aylanib, razvorat qilib qaytib keldi. Направляйтесь на северо-восток. Aniqlik kiritish maqsadida chetroq chiqamiz. Mashina kelyapti deyman. 3-4 ya'ni yuk tashish transport vositalarini kirishi reklama qoidalariga javob bermaydi. Hech qanday go'st talablariga javob bermaydi. Birinchidan. Ikkinchidan, Buka shahriga kirib keluvchi mehmonlar yoki yuk tashuvchi transport xizmati bilan shug'ullanadigan haydovchilar nima qilish kerak bu holatda? Aynan hozir aytib ko'rib keldimda. Bitta katta yuk transport vositasi turibdi, uni panasidan men o'tib kelganimni bildim hozir. Bu mana shunday 2 metrlik, 3 metrlik ustimga mahkamroq qo'yilgan. Uni asoslab berish kerak-da. Nima siz aytyapsiz? Hozir hokimiyat qarori bor bunga deb. Nima e'tirozlari bor? Shaharga kirishda nima muammolar bo'lyapti hozir? Sizdan aytdim, bugun ko'rdik. Xo'p. Hozir ko'rdik. Kirib kelishdi. Oldin reysimiz yo'q edi. Oldin reysimiz yo'q. Hozir yana lokatsiya bo'yicha boryapti, shu yo'ldan o'tyapti. Hozir inspektordan so'radim men. Qanaqa asos bilan qo'yilsa, hokimiyat qarori bilan qo'yildi 17-mart kuni shu yo'ldagi 17-mart kuni, 11-oktyabr kuni. Yo, bu 17-mart kuni bo'lgan. Yo'ldagi boryapman. Yo'l transport hodisasini oldini olish maqsadida. Qo'pol ravishda qoida buzilganligi uchun shuncha qo'yilgan deyapti. Tepaga deyapman. Yo, bitta tepaga chiqing bilan ish bitmaydi-da. Buni asos so'rash kerak, so'rab olishimiz kerak. Nima uchun? Hozir sizni yo'nalishingizda qayerda ko'rdingiz 3-4 belgini? Mana shu harakatlanib kelish davomida. Yaqin kelganda ko'rdingizmi? Yo'q, endi undan o'tgandan keyin yozgan yo'q hozir. Yo'q, undan o'tgandan keyin mana birinchi chiqib ketishga yo'lingiz bormi? Chiqib ketish kerak. Mana yerdan o'tib ketish kerak-da. Xo'p. Manzilingiz qayerga hozir? Qayerda bu? Ohangaronga borish kerak, yo'qsa Gulistonga borish kerak. Sizni manzilingiz qayerga? Men shu sitiga borishimga, usta pomidor bor. Hozir sotuvchiga tirab o'tiribdi, tez keldim. Hozir men через Ohangaron borib qaytib kelganimcha u yonadi. Uni borib murojaat qilish haqlisiz deyapti. Hop, to'g'ri. bemalol murojaat qiladi. Bizdan yuqori organ bor. Aka, bemalol murojaat qilish haqli huquqlisiz. Bular inspektor hozir 3-4 yo'l belgisiga asosan sizni mana shu yerdan hozir qaytarib berish harakatda, to'g'rimi? O'lik tezlashtirgan. Mana shuncha transport vositalari Bekobod, Buka shahriga Bekobod tomondan kelib Tezlashtiramiz aka. kira olmasdan turibdi mana.